qishloqlar, sizlarga katta rahmat menga yordam berganinglar uchun. Mayli, Kampot. Biz har doim senga yordam beramiz. Bilasan-ku, Kampot. Har doim va har doim. Mayli, lekin judayam zo'r. Mana bu dinamitlar va tentlarni judayam zo'r qurdik. Albatta, Kampot. Judayam qiyin bo'ldi. Albatta, to'g'ri aytasan. Buni qara, lekin bitta mana shu dinamit butun qishloqni portlatib yuborish kuchiga ega. Rostdanmi, вообще-ku? Albatta, вообще-da, sababi buni judayam ko'p vaqt qurdik. Atigi bir kun qurdik-ku. Yo'q, bir kun ko'p emasmi, ha? Bir kun tinmasdan ishlashni o'zi ko'p emasmi? To'g'ri aytadi. Kampot to'g'ri aytyapti. Mayli. Biz ana shaharga ketayotgandik, bilsak agar. Qachon? Nimaga menga aytmadinglar? Orqadagi adoni ko'ryapsanmi? Orqadagi avtobuslar. Ko'rib o'tiribman. Bo'ldi, tushundim. Sanab ket, bormaysanmi, Kampot? Birga maza qilib aylanamiz. Yo'q, buguncha men bormayman. Kelinglar, bunday qilamiz. Bugun men dam olaman va ertaga o'sha bambu dinamitlarni sinab ko'ramiz. Tushundinglarmi? Ajoyib fikr, to'g'ri fikr, zo'r fikr. Bo'ldi, men roziman. Biz ham rozimiz. Albatta. Bo'lmasa agarda rozi bo'lsanglar, bo'ldi. Sizlar ketaveringlar. Sizlar kechroq kelasizlar, to'g'rimi barbiram? Albatta, biz kechroq kelamiz. Bo'ldi, bo'lmasa kechroq kelgunlaringizcha men o'zim tayyorlab qo'yaman, mayli. Aytgancha barchaga salom bo'ladi. Mana ismim Kampot va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Bugun ancha charchadim bolalar. Sababi bugun kechasi bilan mana bu tentlarni qurish bilan vaqtim o'tdi, bola bilasizlar va yaxshi, mana bu yerdagi tentlarni ham olamiz. Ana u qishloqlar ham ketib qolibdi. Mayli, ketgan bo'lsa ketishibdi-da. Judayam og'ir bo'lib ketibdi, bor yaxshi. Yaxshi bola, buni qaranglar. Judayam ajoyib chiroyli turishini qaranglar. Va bola, mayli, bir dam bo'lganimdan keyin ertagami mana bu tentlarni bir sinab ko'ramiz bolalar. Nima ham derdim, bo'lmasa bir dam olmasam bo'lmaydi bolalar, lekin buni qaranglar, judayam ajoyib tentlarni bolalar. Mayli, bular bilan ertaga shug'ullanamiz qishloqlar bilan. Sizlarga ham qiziqmi bolalar? Mayli, qiziq bo'lsa bo'pti. Uxlayman bo'lmasa. Judayam ko'p ishladim-da, lekin borib mayli. Uxlayman bo'lmasa. Voy, nima bu 13 qishloqmi? Yo'q, вообще zo'r ekan, mana bu 13 qishloq. Bombardiylar, krokodillar qo'rsammikan, bu yerda portlatib yuborsammikan? Bilmadim, bir o'ylashim kerak. Menga o'ylashga vaqt beringlar-da. Yo'q, men yaxshi odam bo'lgan-ku men. Yaxshi odam bo'lgan. To'xtanglar. Baribir qishloqda hech kim yo'q, menimcha. Yo'q. Menimcha qishloqda hech kim yo'q. Nimaga hamma qishloqdan ketib qolibdi? G'alati. Mayli. Bo'lmasa mana shu yerdan portlatish boshlaymiz. Albatta hech kim yo'q ekan, to'g'ri. Bo'lmasa mana shu yerdan portlatish boshlaymiz. Qishloqlar o'rtasidan portlatsak zo'r. Yaxshi, mana shu yerdan portlatamiz menimcha. Bola, lekin menda tentimni uyimda tashlab ketibman-ku. Yo'q, ahmoqdaman. Bu yerdan tent qidirishim kerak. Tentlarni qayerdan topsam ekan, dinamitlarni? Tushunmadim. Bu yerda kimdir uxlayotibdimi? Tushunmadim, g'alati. Yaxshi. Kampot uxlayotgan ekan, mayli, unga xalaqit bermaymiz va bu yerda bormikan? Menimcha buni dinamiti yo'q bo'lsa kerak. Qani, yaxshi, hech nima yo'q bu yerda. Bu yerdachi? Yo'q. Buni qaranglar, bola, juda ham ko'p katta miqdordagi dinamitlarni, buni bunchalik dinamitlar ko'rmaganman. Kampotga qanday qilib kelib qolibdi bu dinamitlar? Mayli, barchasini olib bo'ldi. Mana endi qani ko'rsatib qo'yamiz Kampotga. Bola, men qanday qilib portlatsam ekan? Qishloqda yo'q qiladigan darajada dinamitlar bor ekan. Yaxshi bo'lmasa, mana shu yerdan mana shunday o'rab chiqaman. To'ppa-to'g'ri, ajoyib fikr bolalar. Men mana shunday qishloqda mana shunday o'rab chiqaman-da dinamitlar bilan va keyin bitta portlataman va yo'q bo'lib ketadi. Men qishloqda portlatishini juda ham ko'rgim kelyapti. Mayli, bitta ikkita qilib qo'yamiz. Yaxshi, 3 ta blokdan bo'ladi menimcha. Mayli. Hech kim yo'q-ku, menga hech kim nimasi kerak. Mayli. Bola, mana obunachilar, mana juda ham qo'y bo'ldim. Yaxshi. Kampot uyg'onib bilib qolmasa bo'ldi, ishqilib bilib qolib yana yorib tashlamasa bo'ldi. Mana qayerdan yorib tashlaydi? Men shuncha dinamitlar bor-ku. Yaxshi, juda ham zo'r qurdim. Menimcha eng zo'r qurganim mana shu bo'lsa kerak. Вообще zo'r bo'ldi-da. Ana endi tarixga bitiladigan onlarni ko'rib qolinglar bolalar. Yaxshi, ana endi buni portlatamiz. Yaxshi. Yaxshi. Jajgalkam qayerda edi? Hozir O'zbekistonda bo'lish kerak edi.
Jonursan jajikalkani ham tashib ketibman uyga. Mayli. Omadi kelib qoldi. Bo'ldi. Hozir shuni uyga borib jajikalkani olib kelib, keyin alohida gaplashib olaman bu kompot bilan. Ya'ni portlatib tashlayman mana shu yerda. Yaxshi, bo'lmasa uyimga borib kelmasam bo'lmaydi. Uyim ham yaqinda-yu, adashmasam, to'g'rimi? Yaxshi. Judayam boru dam olibman-da, mazza qilib uxlabman-da. Mayli. Aytgancha o'yinimni birdan kompyuterga kiryapman. Nima aytgancha barchaga xayrli tong debman. Xayrli kech bolalar. Deyarli kech bo'lib qolibdi-yu. Albatta, ana endi kechasi bilan uxlamasdan ketaman demoqchi edim. Mana tentalarim qani? Qayerga ketib qoldi mana tentalarim? Bola tushunmadim, men nima uyqusirayapmanmi yoki nimadir bo'ldimi? Yo, yana bitta qarayman. Yo, bola tentalari yo'q. Nimadir bo'lgan, Jonurson nima tushunmadim-ku, mana bunday qilib tashadi, bu yerni qurib tashadi. Kim qilishi mumkin? Axir men qilmagandim-ku. Hozir qishloqlar kelib meni yorib tashlaydi-ku, bularni ko'rib. Voy, nimadir qilib yig'ishtirib tashlashim kerak bola. Buni qaranglar. Nima ahvol bu? Nima ahvol? Kimdir qurib ketibdimi-kan, yoki qishloqlar prank qilyaptimi-kan menga? Yo, bunaqa prank qilishi mumkin emas, bola. Qishloqni yo'q qilib tashlaydi-ku bittagina. Mana bu ko'kan o. Yoki bola arvohmikan? Arvoh qilgan bo'lishi mumkin. Yani nima deyapman, o'zi aqldan ozib qolyapman. Bor, qanaqa arvoh bo'lishi mumkin? Ey, bola, bilmadim. Yoki Grifer qilganmikan bola? Yo, bola. Agarda Grifer qilganda qanchalar portlatib tashlagan bo'lardi? Bilmadim. Kimdir o'zidan o'zi kelib mana shuni devorlarni qurib ketishi mumkinmi bola? Juda ham g'alati va juda ham nima desam bo'ladi, shubhali ishda bola. Bilmadim nima. Qanday bunday bo'lgan yo kim nima qilibdi ketgan bola. Bunga hozir aniqlik kiritib olamiz. Yo, ana bola, hozir men arujalar bilan bir chiqib oldik. Nimaga buncha bola deyapman? Yo, nimadir bo'lib qolganda menga qizlar va bola desam. Mayli. Tushunmadim. Qishloqning ovozimi? Kapot bu yoqdagi. Voy, tushunmadim. Yaxshi, hop chiqamiz, hop yaxshi. Voy, qishloqlar yaxshimisizlar? Kapot haqida ozib qoldik, beni bana qilib tashladik. Bizlarni portlatmoqchimiz bizni qishloqda, ha? Yo'q, portlatmoqchi emasman, men qilmadim. Meni qara, qo'lida ham aruja bor ekan, bizani o'ldirmoqchi va qishloqda portlatib yubormoqchi. Kompot aqldan ozib qolibdi. Yo, to'xtanglar, mana eshitinglar. Kapot aqldan ozib qolibdi, boru. Kapot bizani o'ldirmoqchi. Tezroq qochishimiz kerak. Bolalar hozir qishloqni portlatib yuboradi. To'xtanglar, meni sizlarga jim o'tiringlar. Kompot nima deysan bizga? To'xtanglar, men sizlarga gapim, men qilmadim bu narsalarni. O'zidan o'zi qurilib qopti. Men hozir aniqlik kiritmoqchiman. Qanday qilib o'zidan o'zi qurilib qolishi mumkin? Endi bilmadim, shu sababdan o'zim hozir aniqlik kiritib olishga harakat qilyapman. Tushunyapsanmi? Tushunmadim. Qayerdan ovoz eshitilyapti? Eshityapsizlarmi? Ha, kimning ovozi bu? Kimning ovozi Kapot? Bilmadim. Tezroq mana bu yerga chiqinglar, tezroq. Xo'p, mana shu yerga o'tirib turinglar, tushundinglarmi? Men hozir tashqariga chiqib bir xabar olaman, tushundinglarmi? Hammalaringiz mana shu yerga o'tiringlar. Xo'p, Kapot, faqat ehtiyot bo'l, tushundingmi? Bilmadim, yomon odamga o'xshayapti. Albatta yomon odam bo'ladi, qishloqni tentalar bilan o'rab tashlagandan keyin. Sizlar shunchaki jim o'tiringlar. Hoppa, yaxshi. Xo'p, qayerda ekan? Mana jajikalkamni olib keldim, mana endi shiotga qilib portlatib tashlaymiz, bombardiylar, krokodillar qilamiz. Voy, sen kimsan? Voy, Jonurson, kompot kelibdi, kompot uyqudan uyg'onibdi. Ana endi juda ham kech kompot, ana endi qishloqni portlatib yuboramiz, tushunyapsanmi? Uni gapiga quloq solma, sen uni o'ldiruvdan ko'ra, tushundingmi? Ha, Kapot. Bo'ldi, xavotir olmanglar desam, yomon otib tushdi. Davay tezroq bo'l, kim bu o'zi Grifermi? Albatta Grifer. Faqat o'zinglarni bosinglar. Yaxshi, xo'p, yaxshi. Men o'tamisan barbiram hozir portlatib tashlayman. Yo'q, umuman ilojisi yo'q bu narsani bu yoqqa ke. Jonurson. Bitta ikkita olsang ishtima qilmaydi. Uni gapiga quloq solma. Kapot, davay tezroq bo'l, bizni qishlog'imiz yo'q bo'lib ketmasin. Yo'q, xavotir olmanglar, nimaga xavotir olyapsizlar? Voy, nimaga tushib ketyapman, tushunmadim. O'qlarga mana bir chap berishim kerak-ku barbiram, to'g'rimi? Sen barbiram qo'lingdan kelmaydi bu narsa. Nima? Hozir kim qo'ldan keladi, kelmasligini ko'rsaman. O'sha gap, quloq solma. To'g'ri aytasizlar. Xo'p, yaxshi, bitta ikkalab ot tashlayman va yaxshi. U yaqinlashib kelibdi, ot buni. Voy, pastga tushishim kerak, yaxshi o'qlab oldim. Bo'ldi, qishloqning tamomda. Bola, mana o'ldirib bo'ldim. Yaxshi, xo'p. Sherigi yo'qmikan? Sherigi menimcha yo'q bolalar. Yoki sherigi bormikan? Yo'q menimcha. Kapot, bizani qutqarib qolding. Kapot, senga katta rahmat. Ishonmagandim bunday bo'ladi deb. Qishlog'imiz yo'q bo'lib ketadi deb o'ylagandim. Yo'q, menga ishoninglar. Men faqat uxlab qolganimga bu kirib uyimdan tentalarni olib portlatib tashlamoqchi bo'libdi-da bolalar. Qizlar va qishloqlar. Nimalar deyapsan? Video olyapsanmi yana shu paytda ham?
Endi e'tibor bermaysizlar. Mayli bo'lmasa, bularni tozalab chiqishimiz kerak, bilasizlar-yu. Ha, mayli. Ha, mayli, kapot, davay, bo'lmasa tozalab ber, tushundingmi? Biz ham tozalashamiz, faqat portlab ketmasin, ehtiyotkorona. Xo'p, yaxshi, mana bu jajikalkani yoqmaylar, tushundinglarmi? Xo'p, mana bola obunachilar mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, mana bu ko'kni buzish juda ham qiyin ekan. Mayli bolalar, ko'rishinglar mumkin. Mana bu bilmadim nima deyishdi. Mayli, sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha bo'lib ko'rishguncha xayr bola, sog' salomat bo'linglar.